Liladan charchovmidingiz? Kattalik otuvmidi? Bitta urib, sal kichikroq turib olsak, qalay bo'lar ekan? Hoppa! Lina i6 qalay dizayni yoqdimi? Ana endi shahar ko'chalarida bemalol oqib yursiz bo'ladi ekan, elektromobil chiqibdi-yu. Ha qarang, даже ham oldidagi farasini bitta tepaga surib, kapotni ustiga chiqarib qo'yilganga o'xshaydi. Ajoyib dizayni. Aynan shu i6 ni har xil pozitsiyasi bor ekan. Bu eng full ekan, 4 ta balon tortadiganligi. 6,5 sekundli emas, 4,5 sekundli. Va undan tashqari Michelin balonlarda. Va undan tashqari orqada monitorlargacha bor. Zapas xodi 660 bo'lar ekan. 4 ta balon tortadigan. Mashina absolutni yangi deyapti, 1000 kilometr yurgan, 1000 kilometr yurgan. Yili nechi deysizmi? Yangi mashinachi-ya. Ular 2024 da chiqmagan, yaqinda chiqib qoldi o'zi bu mashinalar. Qurashni mana shu 1000 kilometr uchun 51 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Yengisi 55800 deb eshitdim, ofitsialniyda. Bu ham ofitsialniyda garantiyasi bilan olingan mashina. Bosib yuboring. Li9, Li6 yoqadimi yoki aynan i6 yoqadimi? Elektromobilligi zo'r, va lekin dizayni ham vobshe zo'r yorib olishibdi.